Islomda oila muqaddima Alloh taologa jaloli va jamoliga munosib hamd va sanolar, uning suyukli rasuliga bitmas tuganmas salovat va salomlar bo'lsin. Ma'lumki, oilani jamiyatdan ayro tasavvur qilib bo'lmaydi. Oilasiz jamiyat bo'lmaganidek, jamiyatsiz ham oila yo'q. Shu bois o'zini hurmat qilgan jamiyat birinchi navbatda oilaga e'tibor qaratadi. Ijtimoiy munosabatlar ham oilaviy muhitdan kelib chiqqan holda shakllanadi. 21-asr o'zining aql bovar qilmas taraqqiyoti bilan insonlarga beqiyos qulayliklar taqdim etishi barobarida turli muammolar tug'dirayotgani ham bor gap. Bu hol turli ko'rinishdagi axborot xurujlarida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa qo'shtirnoq ichidagi ommaviy madaniyat degan balo qadimiy xalqlarning ming yillik oilaviy an'ana va qadriyatlariga jiddiy xavf solayotganini inkor etib bo'lmaydi. Go'yoki inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish shiori ostida G'arb qo'llagan chora-tadbirlar birinchi navbatda jamiyatning ajralmas bo'lagi bo'lmish oilani jar yoqasiga keltirib qo'ydi. Birgina fuqarolik nikohi degan tushunchaning amaliyotga keng joriy etilishi oila, er-xotinlik munosabatlari, farzand tarbiyasi borasidagi mas'uliyatni ikkinchi darajaga tushirib qo'ydi. Bunday qo'shniroq ichidagi nikoh zamirida asosan er-xotinning mulkiy va maishiy manfaatlari muhofazasi yotishi sir emas. Ana endi o'ylang, hali bir yostiqqa bosh qo'ymay turib, maishiy va mulkiy halovat o'ylagan turmush poydevorini mustahkam deb bo'ladimi? Shuning o'ziyoq o'zaro ishonchsizlikning dastlabki belgisi emasmi? Bunday oilada dunyoga kelgan farzanddan qanday oqibat kutish mumkin? Bunaqa muhitda ulg'aygan bola ota-onasi keksaygach ikkilanmay qariyalar uyiga eltib qo'yishini katta sababi shundan bo'lsa ehtimol. Bunga nima deysizki, er-xotinlikni shunchaki ko'ngil xushlik yoki ma'lum vaqt birga yashash deb bilgan qo'shtirnoq ichidagi donolar o'z oilaviy tutumlarini turli vositalar, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar orqali keng targ'ib etishayotir. Milliy va diniy qadriyatlarimizga mutlaqo teskari bo'lgan an'analar bizni yanada hushyor tortirmog'i bunaqa xurujlarga qarshi kerakli chora-tadbirlar qo'llash masalasini ko'ndalang qo'yadi. Mazkur kitob ana shunday ehtiyoj o'laroq nashriga tayyorlandi. Ikkinchidan, turmush hayotimizga kirib kelgan ko'pgina bid'at xurofotlar oilaviy munosabatlarga ta'sir etayotganini keling ochiqcha tan olaylik. To'y hashamlaridagi isrofgarchiliklar, belni sindirar darajadagi chiqimlar, to'ydan keyin ham davom etadigan chaqiriq, ota ko'rdi, beshik to'yi, eshik to'yi, xullas hammasi u yoki bu ko'rinishda oila darz ketishiga sabab bo'lmayaptimi? Farzand baxti, osoyishta turmushi ularni hech nimadan kam qilib o'stirishdagina emas, birinchi navbatda to'g'ri tarbiya berishda ekanini barcha ota-ona tushunib yetmayaptimi? Qisqasi, o'zimizda ham bu borada muammolar yetarli. Ma'lumki, islom dini oila masalasiga alohida va o'ta jiddiy e'tibor qaratgan. Dinimiz ahkomlarida oilaviy muammolar ikir-chikirlarigacha adolat bilan tartibga solingan. Buni hatto non-musulmonlar ham e'tirof etishadiki, hamma gap ularni bilish va amal qilishda qolgan. Qo'lingizdagi kitob nomidanoq ma'lum, oilaviy muammolarga adolatli yechim topishda zarur qo'llanma bo'lishiga umid qilamiz. Zero unda oilaviy munosabatlar qanday bo'lishi, er-xotin huquqlari va mas'uliyati, farzand tarbiyasi, silai rahm, qo'yingki barcha masalalarga islomiy yechimlar bor. Pirovardida qaytaramiz. Jamiyat taraqqiyoti tinch va osuda oilaviy muhit va munosabatlarga bog'liq ekan. Har bir inson xonadonini isloh qilish bilan bunga o'z hissasini qo'shmog'i kerak. Bu shunchaki aytilayotgan gap emas, balki ilohiy amrdir. Alloh taolo marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar, o'zingizni va oila a'zolaringizni yoqilg'isi odamlar
va toshlardan bo'lmish do'zaxdan saqlangiz. Tahrim surasi 6-oyat. Oila bugungi muammolar qarshisida. Abdulloh Nosih Alvon aytadi: Islom dini er-xotin oldida bir-biriga haqlarini bayon qiladigan yo'lni belgilab bergan. Bu yo'lni o'zlariga aniqlik bilan tatbiq qilsalar, baxtiyor hayot kechiradilar. Muammolar, qayg'usi va kundalik tashvishlar dillarini xira qilmaydi. Lekin afsuski, er yoki xotin, yoxud ikkisi ham haqlarini ado qilishda islom o'rnatgan yo'ldan o'zlarini olib qochadi. Buning oqibatida ziddiyatlar kelib chiqadi va muammolar paydo bo'ladi. Ular bir-biriga adovat va nafratni ichlarida saqlab yurishadi. Ayrim hollarda qarama-qarshiliklar alanga olib, ziddiyat avjiga chiqadi. Ishning oxiri esa ajrashish yoki taloqqa yetib boradi. Masalan, xotin eriga yomon muomala qilsa, shariat yuzasidan qaraganda er darhol taloq aytishga o'tishi kerakmi yoki avvaliga islom ko'rsatgan yo'lga amal qilishi lozimmi? Yoki aksincha, er xotiniga yomon muomala qilganida xotin shu zahotiyoq ajrashishni talab qilib turib olishi lozim ko'riladimi? Yoki oldin bunday holatda muqaddas dinimiz amriga quloq tutish ma'qul hisoblanadimi? Juda ham zarur holatlarni istisno qilganda islom taloq tushishining oldini oladigan ehtiyot choralarini qo'llaydi. Bunday choralar ikkiga bo'linadi. Birinchi chora turmush qurishdan oldingi ehtiyot choralari. Ikkinchisi turmush qurgandan keyingi ehtiyot choralari. Turmush qurishdan oldingi ehtiyot choralari. Birinchisi din va odob axloq asosida o'ziga juft tanlash. Ikkinchisi erkak nasab, martaba, boylik, kasbi kor va boshqa jihatlardan ayolga teng bo'lishi. Nikohdan oldin yigit va qiz o'zaro bir-birini bevosita ko'rishi, turmush o'rtog'i shu asosda tanlanganda er-xotin o'rtasida kelishmovchiliklar kamroq sodir bo'ladi. Oralaridagi ziddiyat ham avj olib ketmaydi. Turmush qurgandan keyingi ehtiyot choralari. Birinchisi oliy janoblik bilan hayot kechirish. Islom er-xotinga o'zaro chiroyli muomala qilish va ahil hayot kechirishni buyuradi. Taloq tizginini qo'lida bo'lgan erkakka go'zal tarzda ko'rsatma beradi. Ular bilan totuv turmush kechiringiz. Agar ularni yomon ko'rsalaringiz, bilib qo'yingki, balkim sizlar yomon ko'rgan narsada sizlar uchun ko'pgina yaxshilik paydo qilish mumkin. Niso surasi 19-oyat. Ikkinchisi, nasihat va ko'rsatma berish. Aytaylik, xotin erining haqlariga e'tiborsizlik qildi yoki uyi va boshqa bolalari borasidagi majburiyatlarida kamchilikka yo'l qo'ydi. Bunda islomning ko'rsatmasi aniq. Er xotiniga yotog'i bilan nasihat qilishi, majburiyatlarini eslatishi, yomon muomala oqibatidan ogohlantirishi kerak. Masalan, o'lim, oxirat dunyosi va hisob-kitob kuni kabi tushunchalarni eslatishi lozim. Shoyat xotin shu bilan o'zidagi yomonlikni ketkazib, yaxshi tarafga o'zgarsa, natijada xushmuomala va mas'uliyatni his qiladigan, eri, uyi va bolalarining haqlarini ado qiladigan insonga aylanib qolsa. Uchinchisi, yotoqni alohida qilish. Yaxshi gap ta'sir qilmasa, Allohni va oxirat kunini eslatish foyda bermasa, to'shagini alohida qilib ko'radi. Xotin yolg'iz yotarkan, eri undan qattiq xafa bo'lganini tushunib, vijdoni qiynalganidan o'ziga kelsa, bo'ynidagi vazifalarini ko'ngildagidek ado etishga kirishsa, ajab emas. Kerakli o'rinda taloq. Oilaviy munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan yuqoridagi uslublar natija bermay, xotin bilgan ishini qilaversa, yomon muomalasini davom ettiraversa, bundan erning toqati toq bo'lsa,
er-xotinlik munosabatlarini chiroyli ko'rinishga qaytarish va xotin eriga yaxshi muomala qilishi uchun islom boshqa choralarni qo'llashga ko'rsatma beradi. Hayzi to'xtagandan so'ng yaqinlik qilmasdan taloq qilish. Bordi-yu, o'sha vaqtda hayz ko'rayotgan bo'lsa, hayzi to'xtashini kutadi. Hayzi tugaganidan so'ng yaqinlik qilgani holda yana hayzi kelib, undan poklanishgacha sabr qilishi lozim bo'ladi. Shundan keyingina taloq aytishi mumkin. Bu kutishdan keyin er aytgan taloq his-hayajondan emas, balki o'ylab ko'rish, fikr yuritish va idrok qilish natijasi bo'ladi. Xotiniga bir taloqdan ko'pini aytmaydi. Chunki er-xotinlik munosabatlari tiklanishi va qaytadan birgalikda hayot kechirishga imkon qoldirishi kerak. Shariatda bu sunniy taloq deb nomlanadi. Sunniy taloqdan so'ng er-xotin xotin er uyida iddada o'tiradi. Bu bilan er-xotinlik munosabatlari qayta tiklanishga umid qilinadi. Xotin iddada o'tirgan paytida er nikoh o'qitmasdan, yangidan mahr bermasdan va xotinning ruxsatisiz unga qaytishi mumkin. Bunda seni qaytib oldim, sen mening xotinimsan kabi so'zlarni aytish kifoyadir. Shu qaytishdan keyin u yana haqiqiy xotini bo'lib qoladi. Shariatda bu rajiy taloq deyiladi. Lekin idda tugaganidan so'ng erining uni qaytib olishga imkoniyati bo'lmaydi. Bu holda xotini bilan yashashi uchun uning roziligini olish, nikoh o'qitishi va mahr berishiga to'g'ri keladi. Bularning barchasi er-xotinlik munosabatlarini tiklash umidida qilinadi. Shariatda bu kichik bo'yin taloq deb ataladi. Er taloqni 3 marta takrorlasa, xotini nikohiga olishi mumkin bo'lmay qoladi. Lekin vaqt o'tib, xotin boshqaga turmushga chiqqan va u hayoti ham buzilgan bo'lsa, birinchi eri yana nikohiga olishiga yo'l bor. Shariatda bu katta bo'yin taloq deyiladi. O'sha xotinni majbur etmasdan va kelishuvsiz biror erkak shar'iy nikohiga olsa, so'ngra majbur qilmasdan va kelishuvsiz taloq qilsa, iddasi chiqqach uni birinchi eri nikohiga olishi mumkin. Bunda ayol rozi bo'lishi, nikoh o'qilishi va mahr berilishi shart qilinadi. Xotin ajrashishni talab qilishi mumkinmi? Islom xatoni doim ayol kishi qiladi degan fikrda emas, ko'p hollarda erkak ham xatoga yo'l qo'yadi. Yomon xulqli ayoldan erkak taloq hukmi bilan qutuladi degani, aksincha erkakning xulqi yomon bo'lganida ayol hech narsa qila olmasligini anglatmaydi. Islom shariati quyidagi holatlarda ayolga ajrashishni talab qilish huquqini bergan. Er zarar yetkazaversa, jinsiy ojizlik qilsa, oilasini boqishga kuchi yetmasa, uzoq vaqt yo'q bo'lib ketsa va hokazo. Zarar yetkazishiga misol, xotin eridan chidab bo'lmas darajadagi ko'rguliklarni boshidan o'tkazadi. Masalan, er urishga yoki doim so'kishga odatlangan yoki ayolning yeb ichish va kiyinish ehtiyojlarini qondirmaydi. Shunda u qoziga borib ajrashtirishini so'raydi. Qozi ishni o'rganib chiqadi va ularni yarashtirishning imkoni bo'lmasa, ajrashtiradi. Agar ayol ko'rsatayotgan sabablar arzimas ko'rinsa, ayolning talabi inobatga olinmaydi. Xotin eri unga yomon munosabatda bo'lsa, islom ayolga boshqa qurol beradi. Bu qurol xuludir. Xulu xotinning eriga pul taklif qilish yoki mahrdan bir qismini qaytarib berish evaziga taloq so'rashi. Alloh taoloning agar ularning Alloh buyruqlarini bajara olmasliklaridan qo'rqsangiz,
eridan taloq olish niyatida evaz berishida va erining shu evazni olishida xotin uchun gunoh yo'q. Baqara surasi 229-oyat. degan so'zi xul'u mumkin ekanligiga dalildir. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Aytdi: Sobit ibn Qays ibn Shamosning xotini payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi va yo Rasululloh, men uning xulqi va dinidan nolimayman, lekin islomdagi noshukurligini yomon ko'raman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga bog'ini qaytarib berasanmi dedilar. U ayol ha dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sobitga bog'ini qabul et va uni bir taloq qil dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Bunday holatlarda xotin eridan taloq talab qilishi mumkin. Bu islom dinini, adolatini, ayol va erkakka o'z haq-huquqlarini berishdagi qiymatini ko'rsatadi. Shariat o'lchovida aqlga sig'adigan sabab bo'lmasa, xotinning eridan taloq so'rashiga ruxsat berilmaydi. Bu borada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning biror sababsiz eridan talog'ini so'ragan ayolga jannatning hidi ham harom degan so'zlari keltirilgan. Imom Abu Dovud rivoyati. Shuningdek, zarar yetkazish va o'ziga zarar qabul qilish mumkin emas deyilgan hadisga binoan ham biror sababsiz xotinini taloq qilishi mumkin emas. Xotin o'zaro muomalada Alloh belgilagan chegaraga rioya qilishlari, haqlarini ado etishlari, adovat va ajrashishga sabab bo'ladigan muammolardan imkon qadar saqlanishga intilishlari kerak. Uylari baxt saodat koshonasi bo'lishiga, bolalarining tarbiyasi va namunali oila tashkil topishiga mas'ul ekanliklarini his qilishlari lozim. Shunda uylari komil insonlarni yetishtiradigan go'shaga, olimu ulamolar tarbiya topadigan maskanga aylanadi. O'sha vaqtda Allohning yordami bilan mo'minlar qalbi quvonchga to'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom va sahobalarning xonadonlari ham muammodan xoli bo'lmagan. Alloh taolo aytadi: Innallazina ittaqaw idza massahum ta'ifatun minash shaytoni tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Taqvo qilganlarga shaytondan biror musibat yetsa, darhol Allohni eslaydilar. Bas o'shanda ular haqni ko'ruvchidirlar. A'rof surasi 201-oyat. Yaxshi odamlarning xonadonlari ham turli oilaviy muammolardan xoli bo'lmagan. Lekin yaxshi kishilar bu ishlar shayton istaganidek va uning xohishiga qarab avj olib ketishiga yo'l qo'ymaydilar. Balki shaytonning yomonligidan Allohdan panoh so'raydilar. Ishlarini to'g'rilab olish, birlashish, oralarini tuzatish hisobiga shaytonning makrini yo'qqa chiqaradilar. Abu Bakr roziyallohu anhu bilan yuz bergan bir voqeani eslaylik. U zot roziyallohu anhu o'g'illari Abdurahmonga mehmonlarni qo'shib uylariga yubordilar. Anchadan keyin kelib qarasalar, mehmonlar u kishi kelgunlaricha ovqat yeyishni kechiktirib o'tirishibdi. Abu Bakr roziyallohu anhu bundan uydagilariga ham, mehmonlarga ham jahl qildilar va hech narsa yemaslikka qaror berdilar. Noroziliklaridan mehmonlarga ishtaham yo'q deyishgacha bordilar. Mehmonlar va uy bekasi Abu Bakr yemasalar, ular ham yemasliklarini bildirdilar. Shu orada Abu Bakr roziyallohu anhu o'zlarini o'nglab, bu g'azablar shaytondan ekanini eslab qoldilar va Allohning ismini tilga oldilar. Taomga yuzlandilar
va mehmonlar ham yuzlari yorishib olingga o'tishdi. Alloh taolo taomlariga baraka berdi. Shu bilan shayton tashlagan va yoyilib davom etgan ig'vo, dilxiraliklar to'g'ri parchalanib, samimiyat tiklandi. G'azab kelganida Abu Bakr roziyallohu anhu o'zlarini bosib, o'ylab ko'rarkanlar, bu hodisa shaytondan ekaniga e'tibor qilganlari tufayli shunday bo'lgani ibratlidir. Bu kabi hodisalar hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uylarida ham ro'y bergan. Oysha roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishiga: "Sening mendan roziliging va noroziligingni bilaman", dedilar. Oysha roziyallohu anhu: "Buni qayerdan bilasiz?" deb so'radilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Mendan rozi bo'lganingda, yo'q, Muhammadning Robbisiga qasam deysan. Mendan norozi bo'lganingda, yo'q, Ibrohimning Robbisiga qasam deysan", dedilar. Oysha roziyallohu anhu aytdilar: "Ha, yo Rasululloh, Allohga qasamki, faqat ismingizni hijron qilaman, xolos." Muttafaqun alayh. Nu'mon ibn Bashir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Aytdi: Abu Bakr roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kirishga ruxsat so'radilar. Oysha roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ovozlarini ko'tarib gapirayotgan ekanlar. Abu Bakr roziyallohu anhu: "Ey falonchining qizi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ovozingni ko'tarasanmi?" dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning oralariga tushdilar. So'ng Abu Bakr roziyallohu anhu tashqariga chiqdilar. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha roziyallohu anhuni ko'ngillarini olib: "Meni ko'rdingmi? Sen bilan u kishining o'rtalariga tushdim", dedilar. Abu Bakr roziyallohu anhu yana bir bor kirishga ruxsat so'radilar va ular kulayotganlarini eshitdilar. Shunda Abu Bakr roziyallohu anhu: "Urushlaringga sherik qilganlaringdek, tinchliklaringga ham sherik qilinglar", dedilar. Imom Ahmad rivoyati. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Men Umar ibn Xattob roziyallohu anhudan Alloh taoloning: "Agar sizlar Allohga tavba qilsangiz, o'zlaringizga yaxshi, chunki dillaringiz haq yo'ldan toyib ketdi" Tahrim surasi 4-oyat degan so'zidagi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ikki ayollari haqida so'rashga qiziqar edim. Umar roziyallohu anhu haj qilganlarida men ham haj qildim. O'zlarini chetga oldilar. Men ham suv idishni ko'tarib o'zimni chetga oldim. Yozilib keldilar. Men suv idishdan qo'llariga suv quydim va tahorat qildilar. Men: "Ey mo'minlar amiri, agar sizlar Allohga tavba qilsangiz, o'zlaringizga yaxshi, chunki dillaringiz haq yo'ldan toyib ketdi" deyilgan oyati Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qaysi ikki ayollari haqida dedim. Umar roziyallohu anhu: "Seni qara, Ibn Abbos, ular Oysha va Hafsa", dedilar. So'ng Umar roziyallohu anhu voqeani aytib berdilar. Men va Ansor qo'shnim bo'lar edi. U Madinadagi mashhur Umayya ibn Zaydning farzandlaridan edi. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga navbatlashib bir kun borib turardik. Men borganimda vahiy nozil bo'lsa yoki biror voqea ro'y bersa, qo'shnimga aytib berar edim. U borganida kelib menga hikoya qilib berar edi. Biz Qurayshliklar xotinlarimizdan ustun kelar edik. Madinaga kelganimizda ansorlarning xotinlari ustun ekanini ko'rdik. Bizning xotinlarimiz ansorlar xotinlarining odob axloqidan ta'sirlana boshlashdi.
Xotinim menga baqirib gapirdi va buni yana takrorladi. Men boshqa bunday qilmasligini aytdim. Xotinim, nimaga takrorlamasligim kerak? Allohga qasam, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollari ham takrorlar ekan. Ularning biri kun bo'yi kechgacha gaplashmagan dedi. Bu so'zdan qaltirab ketdim va unga qaysi biri shunday qilgan bo'lsa ham katta xato qilibdi dedim. So'ng kiyimlarimni kiyib Hafsaning oldiga bordim va unga sizlardan birortangiz bugun kechgacha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga achchiq qilib yurdimi dedim. U ha dedi. Men xato qilibsan, adashibsan, Allohning elchisiga yomon muomala qilib Allohning g'azabidan omon qolasanmi? Halok bo'lasan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ko'p gapirma. Biror narsani qayta takrorlama. U zotga achchiq qilma. Senga kerak narsani mendan so'ra. Qo'shning sendan chiroyliroq va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga suyukliroq bo'lishi seni yo'ldan urmasin. Bu so'zlari bilan Oysha roziyallohu anhuni nazarda tutgan edilar dedim. Umar roziyallohu anhu aytadilar: G'asson qabilasi bizga qarshi jang qilishi uchun tayyorgarlik qilayotgani haqida gaplashgan edik. Qo'shnim navbati kuni ketdi va kechga yaqin qaytib kelib, eshigimni qattiq taqillatdi va u xato dedi. Qo'rqib uning oldiga chiqdim. U bugun dahshatli ish bo'ldi dedi. Men nima bo'ldi G'asson keldimi dedim. U yo'q, bundan ham kattaroq va dahshatliroq. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xotinlarini taloq qildilar dedi. Men Hafsa xato qilib adashdi dedim. Shunday bo'ladi deb o'ylagan edim. Kiyinib chiqib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bomdod namozini o'qidim. Rasululloh alayhissalom bir xonaga kirib yolg'iz qoldilar. Hafsaning oldiga kirganimda yig'lab o'tirgan ekan. Men nimaga yig'layapsan? Seni shundan qaytarmagan edimmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarni taloq qildilarmi dedim. U bilmayman dedi. Rasululloh alayhissalom hali ham yolg'iz o'tirardilar. Chiqib minbarning oldiga bordim. U yerda bir necha odamlar bo'lib, ba'zilari yig'lash bilan ovora edi. Ular bilan ozroq o'tirdim. So'ng chidab tura olmadim va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yolg'iz o'tirgan xona oldiga kelib, xizmatchilarga Umarga ruxsat so'ra dedim. U kirib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan gaplashdi va qaytib chiqib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sizni aytgan edim, indamadilar dedi. So'ng minbar oldidagi kishilar huzuriga qaytib bordim. Toqatim tugadi. Yana xizmatchi yigitning oldiga kelib Umarga ruxsat so'ra dedim. Kirib chiqdi va sizni aytgan edim, indamadilar dedi. Yana minbar yaqinidagi kishilar oldiga qaytdim. Lekin sabrim chidamadi va yana xizmatchiga Umarga ruxsat so'ra dedim. U kirib chiqdi va senga sizni aytgan edim, indamadilar dedi. Qaytib ketayotganimda xizmatchi meni chaqirib qoldi va Rasululloh alayhissalom sizga ruxsat berdilar dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kirsam, bo'yri ustida yon boshlab yotgan ekanlar. To'shak solinmagani uchun badanlariga bo'yraning izi tushib qolibdi. Ichiga xurmo daraxtining po'stlari solingan teri yostiqqa suyanib o'tirar edilar. Salom berdim. So'ng turgan holimda, "Yo Rasululloh, xotinlaringizni taloq qildingizmi?" dedim. Menga qarab, "Yo'q" dedilar. Men "Allohu akbar" dedim va turgan holimda gaplashdim. "Yo Rasululloh, bir qarang. Biz Qurayshliklar xotinlarimizdan ustun edik. Madinaga kelganimizda ularning xotinlari ustun ekan" dedim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tabassum qildilar. So'ng aytdim: "Yo Rasululloh, menga qarang." Hafsaning oldiga kirib, unga qo'shning sendan chiroyliroq va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga suyukliroq bo'lishi seni yo'ldan urmasin dedim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam
yana bir bor tabassum qildilar. Tabassumlarini ko'rib o'tirdim. Uylariga ko'z yugurtirib chiqdim. Allohga qasam, uylarida 3 ta jihozdan boshqa narsaga ko'zim tushmadi. Men, yo Rasululloh, ummatingiz mol qo'lchilikda yashashini so'rab Allohga duo qiling. Fors va rumlar Allohga ibodat qilmaydilar, lekin ular to'kin sochinlikda badavlat yashaydilar, dedim. Rasululloh alayhi vasallam suyanib o'tirgan joylaridan rostlanib o'tirdilar va ey Xattobning o'g'li, sen shunday fikrdamisan? U qavmlarga yaxshi ko'rgan narsalari bu dunyoda tezlashtirib berilgan, dedilar. Men, yo Rasululloh, men uchun istig'for ayting, dedim. Alloh taolo Rasululloh alayhissalomga tanbeh bergach, men ularning oldiga 1 oy kirmayman deb xotinlari oldiga tunagani 1 oy kirmaslikka qaror qildilar. 29 kechadan so'ng Oysha roziyallohu anhoning oldilariga kirishdan boshladilar. Oysha roziyallohu anho, yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, siz 1 oy kirmayman deb qasam ichgansiz. 29 kun bo'ldi, yana 1 kun bor, dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 1 oy 29 kecha bo'ladi, dedilar. Oysha roziyallohu anhu so'ng tanlash haqidagi: ey payg'ambar, xotinlaringizga ayting, agar sizlar dunyo hayotini va uning zebu ziynatlarini istaydigan bo'lsangiz, u holda kelingiz, men sizlarni o'sha narsalar bilan bahramand qilay va yaxshilab kuzatay. Taloq qilay. Bordi-yu, Allohni, uning payg'ambarini va oxirat diyorini istaydigan bo'lsangiz, u holda Alloh sizlarning orangizdagi chiroyli amal qiluvchilar uchun ulkan mukofot, jannatni tayyorlab qo'ygandir. Ahzob surasi 28-29 oyatlar tushdi. Birinchi mendan boshladilar va men u zotni tanladim, dedilar. So'ng barcha xotinlariga ixtiyor berdilar. Ular ham Oysha roziyallohu anha aytgan: siz haqingizda ota-onam bilan maslahat qilamanmi? Men Allohni, Rasulini va oxirat hovlisini tanlayman, dedilar. Ali roziyallohu anhuning hayotlariga bir qarang. Alloh va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'radi. Alloh va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham uni yaxshi ko'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizlari va jannatiy ayollardan bo'lgan Fatima roziyallohu anhu bilan gohida arazlashib qolar edilar. Shunday paytlari achchiqlanib masjidga borib uxlar edilar. Sahl ibn Sa'd So'idi aytdi: Ali roziyallohu anhuning eng yaxshi ko'rgan ismlaridan biri Abu Turob edi. Shu ism bilan chaqirilsa xursand bo'lib ketar edi. Bu nom bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nomlagan edilar. Bir kun Fatima roziyallohu anhuga achchiq qilib chiqdilar va masjid devoriga suyandilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhuning orqalaridan kelayotib, u devorga suyanib turibdi, dedilar. Kelganlarida orqalari tuproq bo'lib ketgan ko'zga tashlandi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhuning orqalaridagi tuproqni qoqib, ey Abu Turob, o'tir, der edilar. Demak, er-xotin orasida muammo paydo bo'lsa, oralarida o'tgan ishni o'ylab ko'rishlari kerak. Allohdan shaytonning yomonligidan panoh so'rashlari, bo'lib o'tgan ishlarni tuzatishlari va kelishmovchiliklar eshigini yopishlari lozim. Erning jahli chiqsa yoki xotin achchiqlansa, ikkisi ham Allohdan panoh so'rashlari, tahorat qilib 2 rakat namoz o'qishlari kerak. Biri turgan bo'lsa o'tirib olsin, o'tirgan bo'lsa yonboshlab olsin, yoki biri boshqasini kechirsin, quchoqlasin, xato qilgan bo'lsa uzr aytsin va Alloh roziligi uchun kechirib yuborsin.